$53.900 ga 3 xonali 73 kvadrat metrlik kvartira. Hurmatli obunachilar, mana shunaqa uzun koridor orqali xonalarga kirib ketamiz. Birinchi bo'lib mana shu xonaga kiramiz. Ko'rishingiz mumkin, uyimizning egalari chiroyli qilib gilamlar solib qo'yishgan ekan. Bu birinchi xonamiz, konditsioner uchun mana shunaqa joylar ajratilgan va mana bu shkaf ko'rishingiz mumkin. O'rtoqlar, manzilimizni hozir video davomida aytib o'taman. Bu tarafda bo'lsa uyimizning ikkinchi yotoqxonasi bo'ladi. Bu xonada ham gilam pardalari ilingan ekan. Remontlarni ko'rishingiz mumkin, tayyor holatda. Yangi Hayot tumani, Yangi Darxon 1da joylashgan bu kvartiramiz. Kattagina mana shu mehmonxona, gilamlari, pardalari tayyor holatda ekan. Hop, eshikdan kirib kelamiz. Endi bo'lsa uyimizning sanuzel qismini sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana rakvina, vanna va unitazlari. Oxirgisi endi oshxonaga kiramiz. Oshxonaning mana shu mebellari bor ekan. Rakvina, gaz plita, dуховный котел. O'rtoqlar, Yangi Hayot tumani, Yangi Darxon 1da joylashgan. 16 qavatli domimizning 16-qavatidan bo'ladi. Narxi $53.900. Nima deysizlar, narxiga arziydimi? Pastga telefon raqami yozib qo'yamiz, telefon qilinglar. E'tiboringiz uchun rahmat.